Assalomu alaykum do'stlar. Mo'yin tahlil kanaliga xush kelibsiz. Bugungi sonimizda Now You Me 3, ya'ni endi meni ko'ryapsan 3 filmi haqida gaplashamiz. Qani unda biz boshladik. Bu filmning birinchi va ikkinchi qismlari bor edi. Uchinchi qismi shu oyning 14-noyabrida namoyish etilishi kutilmoqda. Bu film aktyorlari haqida gaplashsak, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Ayla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman va yana 3 ta yosh aktyorlar qo'shilgan. Bu 3 ta yosh aktyorlar Justin Smith, Ariana Grande, Rosamund Pike va Dominic Sesselar. Kino haqida kelgan bo'lsak, birinchi va ikkinchi qismlarga qaraganda ancha farq qiladi. Chunki ikkinchi va birinchi qismdagi Mark Ruffalo uchinchi qismda rol o'ynamagan. Uchinchi qismlarda nima deb kutsak bo'ladi? Yosh ITchilar va sehrgarlar o'rtasida to'qnashuv bo'lishi. Sehrgarlar va ITchilar kim kuchliroq deb o'zlashini bahs poylashadi. Va oxiri birga katta jamoa tuzib, Horsemen raqobat guruhi tuziladi. Endi bularga keladigan bo'lsak, 3-qismda berilgan topshiriq eng qimmatbaho olmos o'g'irlashdir. Bu olmos o'g'irlashda ikkita jamoa birlashib harakat qilishadi. Bu filmni ishlashda rejissyorlarga keladigan bo'lsak, Zombieland, Venom va Uncharted filmlari rejissyorlari birlashib kino olishgan. Film haqiqatan ajoyib chiqadi degan umiddamiz. Filmda aktyorlar o'zlari intervyularida shunday deb aytishdi. Biz bu rolga taklif qilinganda juda hayratda qoldik. Chunki mashhur aktyorlar bilan bir sahnada rol o'ynash men uchun juda katta baxt edi deb aytdi. Bu filmda olmos egasi Rosamund Pike boshqa kinolarga ham o'z rolini betakror va mukammal ijro etib kelgan. Bu filmda ham shunday degan bu 3-qismda birinchi va ikkinchi qismlarga qaraganda ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Chunki bu qismda 4 kishi emas, 7 kishi bo'lib harakat qilishadi. Bu film 14-noyabrda chiqishi bilan Telegram kanalini joylab boraman. Aziz do'stlar, agar sizlarga shunday yangi filmlar va film haqidagi ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Like va kommentariy yozishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.